Bu yilda kuzga tayyor bo'ladigan ko'chatlarimizni qisqacha qilib sizlarga obzorini qilib beraman. O'tgan yil ham video qo'ygandim. Katta poliyalarda yetishtiramiz. Bugun xudo xolasa buni qarang, ob'yom juda ham katta, yildan yilga ko'payyapti. Hozir mana ko'rib turgan daraxtlaring skina gilosli bo'ladi. Holatlarini ko'rsatayım mana. O'ta go'zal holatga yetib keldi. Mana adborniyligi, shoxlari 3 litr, 4 litrda tarbiyalanyapti. Ob'yom 45 ming dona bor. Gilosdan boshladim. Xudo xolasa gilosni ko'rsatamiz. Bu Lapens gilosi, ko'rib turganlaring Lapens. Bunisi Giant Red bo'ladi. Mana qaranglar, Giant Red bargi bunaqa bujmay bo'lsa-da, ham daraxtda ozgina qiyshiqroq o'sadi. O'zi ajratib olish juda ham oson. Mana bu yerda mana olib kelaman. Bu Mintapol gilosi bo'ladi. Holatini qarang, Mintapolni mana. Ukrainskiy Mintapol gilosi. Ko'rib turib boq qilinganmi deb o'ylamaysizlar. Yetishtirish qiyin bo'lgan ildiz, qora gilos ildizi bo'ladi. Mana xudo xolasa Sweet Ariana giloslari o'ta adborniy holatda, ildizi ham zo'r chiqadi mana. Ko'rib turibsizlar, zo'r bo'lgan. Bu yerda xudo xolasa 30 ming dona Sweet Ariana giloslarimiz bor. O'zi ko'chatni mana bundaqasini ekish kerak. Ko'pchilik biladi o'zi. Suvni ham tanaga yetkazib beradi, rivojlanishi ham zo'r bo'ladi. Kichikroqni ekkan ma'qul, baquvvatiga qarab. Bu valovoy gilosli bo'ladi. Valovoy gilos ham endi tog'li zonalarda yaxshi meva olyapti, lekin issiq hududlarda meva olishi juda ham kamayib ketgan. Eksa bo'ladigan zonalar, tog'li, salqin zonalarga eksa bo'laveradi. Mana shu, mana xudo xolasa bu yerda 20 ming dona valovoy Giant Redimizni qolgan nimasi, xudo xolasa bu yerda yana 20 ming dona bor. U yerda 4 dona katta bor edi. Yaqinroqni ko'rsating, ob'yomda o'ta go'zal bo'lyapti ko'chatlarimiz. Kasalliklari yo'q, xudo xolasa ishlovlari zo'r berilyapti. O'sha yerda Pony Giant Red. Bu tomonlarimiz o'rik. O'rikda 8 xil, 10 xil turi bor. Vandergot, mana Vandergot o'rikni ko'rsating. Vandergot o'rikni ajratib olish, tanasi qora bo'ladi, shoxlari yonga o'sadi. Juda ham oson. Xudo xolasa bu yerda birinchi qo'lidan ko'chat xarid qilasizlar. Endi olib keling mana. Big Ben shaftolisini qana ajratib olsa bo'lar edi. Kuz mavsumida kelgan do'stlarimizga bargi uje hozirdan qizarishni boshladi. Bargidan ham ajratib olish oson. Kuzda ko'rsanglar. Trend bo'lishi kutilayotgan noklarimizdan kiwi noki bo'ladi. Bu nok juda serhosil nok. Tuzilishi ozgina xunuk bo'lgani bilan, lekin mazasi jihatdan nomer 1 nok. Bu hali xudo xolasa trendga chiqadi inshaalloh, harakatdamiz. Ko'rib turibsizlar, ko'chati tagi ildizi nokka ulangan olmurutga. Endi olib kelavering mana aka. Bu yog'i pinklaydi olmasi. Bargini qarang, mana qirrali bo'ladi, bargi ham qattiq bo'ladi, bargi ham to'kmaydi ko'chati. Bahorda to'kadi. Yangi barg chiqarayotganda eskisini to'kadi. Bu Grasimit olmasi bo'ladi. Grasimit olmasi Semarenkadan yirikroq bo'ladi, ozgina yapaloqroq bo'ladi Grasimit. Bu ham yaxshi olma, tog'li zonalarga zo'r aytadi bu. Bu o'sha trendga chiqayotgan Carmen noki. Yildan yilga trend bo'lyapti Carmen nok. Nimaga trend bo'lyapti desanglar, pishish vaqti zo'r vaqt, ham mevaga kirishi o'ta tez. Mana shu ko'rib turgan daraxtlar, mana shular hammasi meva shox chiqarib bo'lgan. O'sha 1 yillik shoxida meva shox chiqaradi, mevaga tez o'tiradi. Bu olma bexi bo'ladi. Eng zo'r yirik bo'ladigan, tumaloq bo'ladigan, vidi, sifati zo'r bo'ladigan bexilardan biri, olma bexi. Bunisi mana Mauser noki. Mauser nokini ham tog'li zonaga tavsiya qilamiz. Issiq joylarga ekib qo'ymanglar, adashib issiq joyda bo'lmaydi bu nok. Asosan tog'li zonada bo'ladi. Bu nok limonka noki mana. Limonka noki zimniy nok. Pishish vaqti xudo xolasa sentyabr oyidan oktyabr oyining oxirigacha turaveradi daraxtida. Qishga saqlanadi bu mana. Limonka noki. Mana bu Williams noki. Williams noki ham juda ham zo'r bo'ladi. Bilganlar o'zi yaxshi biladi. Williams noki o'zi pishib tugadi. Bugun avgust bo'lsa, iyulda pishadi. Yaxshi noklardan biri. Bu yo'q mana slivalari. Slivasi.